Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Kanalimiz obunachilari. Videolar qo'ymaganimizga ancha bo'ldi. Mana Arzon Savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangi o'rtalabdan like bosib boramiz. Biz sizlarga eng yaxshi narsalarni tavsiya qilamiz. Hozir sochiqlar ko'ryapsizlar. Bu sochiqdan ko'rib hayron bo'lmanglar. Donali sochiq emas, bu kiloli sochiq. Sizlar uchun eng yaxshi narsalarni tayyorlab qo'yamiz. Xo'sh, o'rtalar hozir bitta eksport variant bor. HB sochiq bor, ichki bozordagi eksportda tashqari o'sha davlatlarga chiqarilgan sochiqlardan. Ichki bozordagi bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Vildor HB. O'shalarni ko'rsatamiz. Undan tashqari qo'l sochiqlarimiz bor. Qo'l sochig'i, yuz sochig'i, banni, sauna sochiqlar bor. O'shalarni narxlari bilan sizlar tanishtirib o'tamiz. Kimga kiloli sochiq kerak bo'lsa, o'rtoqlar ekranda nomerlar qo'yamiz. Albatta aloqaga chiqinglar. Telegram kanalimiz bor. Biz sizlarga yetkazib beramiz chiroyli holatda. Hamma narsalarni tushuntirib, batafsil beramiz o'rtoqlar. Bo'lmasam biz hozir birinchi o'rinda gapni cho'zmasdan eksport sochiqlarimiz bor. 1 kilosi 52 ming so'mdan bo'ladi. Mana shu arqamda turgan narsalar bu O'zbekistonda ichiga chiqarilgan Vildor sochiqlar. Arqamizdan turibdi. Mana bularimiz eksport varianti. Eksport deganda misol boshqa davlatlarga chiqarilgan sochiqlarda aytiladi. O'zi Barkas firmasiniki, lekin mana firma o'zgarib chiqaradi. Sababi Barkas firmaga mana shu firma o'zi zakaz beradi. Menga mana shu tani o'zgartirib ber dedi. Shu Barkas firmasi o'ziga qarab turib o'zgartirib beradi. Qaysi firma bo'lsa. Bo'lmasa o'rtoqlar biz sizlarga hozir aniq-taniq ma'lumotlar beramiz. Xo'sh, bo'lmasam eksport sochiqlarimiz. Eksport sochiqlarimizni qaranglar o'rtoqlar. Hozir mana ish jarayonidamiz. Rosa ish qizigan, hozir yukimiz kelgan. Ko'ryapsizlar, mana ota-singillarimiz ishlashyapti. Hozir buni faryodga qilib, chiroyli qilib solinyapti hammasi. Endi bu holat, qaranglar, bu yerda sortirovочный sentrimiz. Biz bu narsani o'zimiz ofisga olib borib, o'sha yerdan chiqaramiz. Sababi bu yerda ish bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin to'g'ridan to'g'ri odam kelmaydi. O'shaning uchun aloqaga chiqsalar, albatta ma'lumotlarni aniqini beramiz. Endi bular arkaki mashina bor, ehtiyotimiz. Mana shu holatda bo'ladi. Endi bu holat tugagandan keyin mana buni hozir mana sochib qo'yapsizlar. Har xil rangidan qilib teriladi. Buni albatta tanlanmaydi. Keyin buni chiroyli qilib skochlanadi, bunday qilib. Skochlab turib, mana taroziga qo'yib, mana shunday qilib tortilib, balki kilosi yoziladi mana necha kilo bo'lsa. Necha kilo yozilgandan keyin o'sha kiloni olasiz. Xo'sh, endi men sizlarga narxini aytib tushuntiraman. Eksport variantlarimiz 1 kilosi 52 ming so'mdan bo'ladi. Ichiga banni sochiq, yuz sochiq, sauna sochiq, qo'l sochiq kiradi. Hammasidan bor. Mana shunaqangi assortiment bo'ladi. Bitta olganingizda sotgani ham qiynalmaysiz. Misol, o'rtacha mana shu qopingiz 1 million 200 1 million 300 ga tushadigan bo'lsa, menga hammasini aralash qilib bering deyotmaysiz. O'zi sizga tayyor holatda bo'ladi. Bu qop narxi o'rtoqlar. Endi men sizlarga hozir mana shu sochiqlarimizni bir donasi necha puldan tushishini men sizlarga aytaman. Bitta olib turib mana shu qo'yib ko'ramiz kilosini. O'sha yerda 100 sochiqimiz, qo'l sochiqimiz, banni sochiqimiz, sauna sochiqimiz necha puldan tushyapti. Hozir sauna sochiq kelgan bo'lsa bo'ldi, ko'rsatamiz. Sardor, sauna sochiq bormidi? O'rtalar hozir mana bitta qilib yig'yapmiz. Saunasini olib keldim. Bitta chiroyli ana 100 sochiq oldim. Xo'sh, hozir hammasini bir donasini necha puldan tushib turganini ko'rsatamiz. Xo'sh, bu qo'l sochiqchamiz. Qo'l sochiqda qaranglar qanaqangi bo'ladi. O'zbekistonda ichiga mana qangi ilmoqli qilib qilinmaydi. Asosan ko'pida mana shunaqangi ilib qo'yadigan bo'ladi. Qo'l sochiqcha. Xo'sh, endi banni. Bir dona banni sochiq oldi. Mana sochiqlarimizni paketga qo'yishibdi. Hozir bir dona mas'ul bir pachka oldik. Biz ham buni qo'yib beramiz, xo'sh. Qaranglar o'rtoqlar. 100 sochig'i, qo'l sochig'imizdan boshlaymiz. Kilosi 52 ming so'mdan olamiz. 52 ming so'mdan kilosi. Qo'l sochig'imiz 3 ming so'mga tushyapti. Agar buni ko'p olsangiz yanada arzon tushadi. Ko'p bo'lsa, chunki ichida ichi yupqarog'i bo'ladi, ichi qalinroq. Bu qalinroq ekan, mana palasalarni ham ko'ringlar. Juda chiroyli narsa. 30 ga 50 bo'ladi. Juda baquvvat. Ilmoqlari bor. 3 ming so'mdanga tushyapti mana shu. 3 ming so'm. Endi bir dona 100 sochig'imiz. 100 sochiqning sifati juda yaxshi. Ko'rinyaptimi tini? Mana shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Nech puldan tushadi?
O'zlaring ko'rib hayron qolaverasizlar. 8000 so'mga, mana 8000 so'mga 100 sochiq tushyapti. 100 sochiq 8000 so'mga tushadi. Bu вообще nerealniy narx. Xo'sh, ko'rdilaring. 3000 so'm, 8000 so'm 100 sochiq. Endi banni sochiqqa kelsak, xo'sh, banni sochig'imiz mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta bir pachkada. Qaranglar, bir donasini ochib ko'rsataveray. Bittasini nima qilman bo'laveradi, bittasini olib ko'rsataveraylik. Hammasini qo'ygandan ko'ra aniqroq bo'ladi. Banni sochig'imiz. Mana ko'ryapsizlar, mahroviy o'rtoqlar bu, achib qanaqa banni sochiq. Boshqa davlatlarga chiqqani uchun mana etiketlari ham har xil bo'ladi. Mana chistiya xlopik deyapti. Toza paxta, mana palatensi O'zbekistonda chiqarilgan mana. O'zbekiston deyilyapti. Barkas firmasidan bu. Prosta mana shu firmalar o'zlari zakaz beradi, o'shanga qarab etiketkasini urib berishadi. Banni sochig'imizning razmeri 70 ga 1.40 bo'ladi. Xo'sh, endi bunimiz necha pulga tushadi ekan, qani bir ko'rsatamiz. 52 ming so'mlik sochiqlarimizni ko'rsatyapmiz sizlarga. 19 ming so'mga banni sochiq. Bozordan 19 ming so'mga siz, mana bozordan 19 ming so'mga siz 100 sochiq olasiz. Mana shu 100 sochiqda 19 ming 20 mingga olasiz. Bizdan olsangiz, mana shu banni sochiqda olasiz. Banni sochiqda 19 ming so'mga olasiz. O'rtacha qalin yupqasi bo'lib, shuni aralash bo'lib 19 ming so'm, 20 ming so'm atrofida tushadi. Bu juda zo'r narx. Maza qilib foydalansa bo'ladi. Xo'sh, endi sizlarga mana sauna sochig'imiz bor. Hozir mana shu rangini topdim. Vaqti katta mana 1 ga 1.5 bo'ladi. Mana yonlarida popukligi bor. Buni vafilnilari bo'ladi, har xillardan chiqadi. Mana 1 ga 1.5 sochiq, kattaligi. Bu ham albatta boshqa o'sha davlatlarga chiqqan, Rossiyaga, Estoniyaga, Bolgariya, o'sha tomonlarga chiqqan sochiqlar bular. Toza habi, bilasizlar, u tomon bunaqangi sintetika boshqa narsa ishlatmaydi. Eng zo'r narsalarni ishlatishadi. Sauna sochiq, o'rtoqlar 1 ga 1.5 sochiq 36 ming so'mga tushyapti. 36 ming so'mga pachka narxida ham ola olmaysizlar sauna sochiqni. Banni sochiqda narxidan ham arzon bo'lyapti. Bozorda banni sochiqlarni, villorlarni 55 mingga sotishyapti ekan bir donasini. Bizdan hech pul bor-ku, bilmaysizmi? Hozir aytamiz. Sauna sochig'imiz 36 ming so'mga tushyapti. Tasavvur qilinglar, optim narxidan ham arzon. Xo'sh, bu ko'rsatgan sochiqlarimiz mana eksport sochiq bo'ldi. Hozirgisi endi biz sizlarga ichki bozorda villor sochig'i bilan xabi sochiqlarni ko'rsatamiz. Narxlarni hozir aytib o'tamiz. Kimga mana shunaqangi 52 ming so'mdan 1 kilosi eksport variantlar kerak bo'lsa, arzon narxlarda aloqaga chiqaverasizlar. Ichi toza, birinchi sort, teshik, yirtiq-chirtiq boshqa narsasi yo'q. Mana shu lubboysini ochib ko'raverasiz. Agar mabodo mana video davomida aytib ketaman, ichidan bir dona birak chiqsa qaytib olamiz. Qaytib olmaymiz. O'sha sochiqni sizga podarka qilamiz. O'sha sochiqda pulini sizga tashlab beramiz. Undan xijolatchilik yo'q. Biz obunachilarimiz bilashadi, biz bilan qanday ishlashdi. Xo'sh, endi villor sochiqda 100 sochig'i bilan banni sochig'i kerak, a? Hozir aytib qarab ko'ring. Xo'sh, hozir xabi sochig'imiz bilan villor sochiq olib keldim. Mana villor sochig'ida hozir buni ham ochib narxini aniq qilib, qanaqa qilib ko'rsatib beraman. Bunimizning narxi boshqa, o'rtoqlar. Bunimizning narxi boshqa. Buni grammajini hozir mana ko'rib hayron qolasizlar. Necha grammaj deydi. Xo'sh, 520 grammaj ekan, 520 grammaj mana shu chiqyapti. Buni 600 ligi ham bor. Bu 520 lik ekan. Bu sochiq вообще qalin sochiq. Buni gulini ko'ryapsizlarmi qanaqangi? Bu o'zimiz O'zbekistonda ichki bozorga chiqqan. Mana yonlarida gullari bor, juda chiroyli. Amon shunaqangi yoqimtoy, buni ishlataverib tugatalmaydigan sochiq. Bu aniq bu. Hozir buni 100 sochig'i, banni sochig'i. Bunisi sal yengilroq bo'lsa kerak, ha? Bu sal yengilroq ekan. Mana bunisini ham ko'rsatamiz hozir. 22 chiqdi bu. 42 chiqdi. 42 gram chiqdi bu. Bunisi 52 gram, shunaqa. Xo'sh, endi buni hozir mana xuddi shu sochiqda yuzi ham bor ekan mana. Faqat par bo'lmaydi, bizda redki suluchi chiqib qoladi. Endi o'rtoqlar, biz sizlarga mana xabi sochiqni ko'rsatamiz. Mana xabi sochig'imizni 1 kilosi 65 ming so'mdan bo'ladi. 1 kilosi 65 ming so'm.
lekin narx вообще bomba. Ichida Dubay sochiqlar ham chiqadi, boshqa Gavana sochiqlar bor, 600 grammlik sochiqlar bor. Bozorda 45 ming, 42 ming, 43 ming sotiladigan sochiqlar bizda ancha narx arzon chiqadi. Xo'sh, 65 ming so'mdan uramiz. Qaranglar, mana 500 grammajli, 520 gramm chiqdi mana shu sochiq. 34 ming so'm. Bu sochiqni bozorda optim pachka narxida olaman desangiz 40 mingda tepasida olasiz. Aniq 40 ming so'mda tepasida. Bizdan olsangiz 34 ming so'mga tushadi bir donasi. Endi mana sal yuqorog'i bor. Xuddi shu narsani 65 ming so'mga xaba sochiq eksport emas, O'zbekiston ichiga ishlab chiqarilgan sochiqlar ko'rsatyapman. 27 ming so'm. Hozir bozorda rasa xilvaragan eng arzon sochiq ham 29500 so'm bo'lishi kerak. Adashmasam. Buni qaranglar, sochiqning kattaligini 70 ga bir o'qib, yonlarida popiklari bor. Yana bitta narsani ham ko'rsataman, mana yonida mana barkasi XL deb yozilgan mana. 27 ming so'mdan tushyapti. 27 ming so'm. Xo'sh, endi buni 100 sochig'i mana uyda. 100 sochiq bu ham mana qimmati, grammaji og'iriniki-da bu. Grammaji og'iriniki bu ham. Buni ham grammaji anchagina chiqadi. Mana 100 sochig'i. Vobshe qalin olgan odam shunday mazza qiladi. 14 ming so'mga tushyapti. Bozorda 100 sochiqda haligi rasa xilvaraganlar bor, o'shalarni ana olasiz 14 ming so'mdan. Bular 20 mingda tepasida bo'lishi aniq bu, chunki ancha qalin. Keyin undan tashqari yaxshigina baquvvat sochiq bu. Grami ham og'ir. Endi hozir mana sal boshqacharog'ini olib keldik. Mana barkasi o'ziniki. Bunimiz necha pulga tushyapti? 13 ming so'mga tushyapti. Endi sizga mana ikkalasini bitta qopda chiqib qolsa 29 ming so'mga tushadi. Shunda 14,5 mingga tushadimi? 14,5 ming so'mga tushib qoladi. Juda arzon tushadi. Mana uni ham ichida aralash bo'ladi. Ikkalasini qo'shganingizda bozordan bitta banni sochiq, bitta 100 sochiqda puliga ikkita banni sochiq olasiz. Yana bala 100 sochiq borki, bitta 100 sochiq, bitta banni sochiq. Masalan, mana 100 bo'lsa, mana banni bo'lsa, bozorda hozir 70 ming, 75 ming shunaqangi 65 mingmi narxlar. Eng shu optimga olaman deganingizda, optimga donaga aytganim yo'q. Bizda o'shani puliga mana 65 ming bo'lyaptimi bu? Ha, 60 ming bo'lyapti. Mana narxi. 60 ming so'mga ikkita banni sochiq olyapsiz. 30 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Narxi zo'rmi? Bor? Bo'ldi. Bu 1 kilosi 65 ming so'mlik vellur xabi sochig'imiz bo'ldi. Bu hozir mana ko'rsatib o'tdik. Aniq ma'lumotlar berib qo'yapman, chunki savol ko'payib ketyapti-da o'shaning uchun. Endi o'rtalar vellur sochig'imiz bor. Bu ham ichki bozor, brend sochiq bu. Bu sochiqlar juda zo'r sochiq, mana ko'ryapsizlar. Lacoste bu, Lacoste mana. Bu vellurga xabi. Mana buni tomoni xabi bo'lsa, mana bu tomoni vellur. O'zi tovlarni bilinib turadi o'zini. Lacoste. Ko'rinyapti? Bori bozorda nech pul shunda? Pachkana 20 atrof bo'lsa kerak. Donaga 25 ming sotilyapti. Men o'zim ko'rdim 25 ming so'mga shu dona sotilyapti. Aniq. Ishonmasangiz, bir qiziqib ko'ravering boshqa joylarda. Bizda bu sochiqlarda 1 kilosi 75 ming so'm. Endi ob'yom olaman, menga ko'p kerak mana shu 75 ming so'mlik sochiqdan desalaring, endi mayli o'sha aramaga oz-moz o'tib beriladi. Nima desiz o'tib beraveradi. Xo'sh, bunisini mana 75 ming bo'lsa 15 ming so'mga to'g'ri kelyapti, bor. 5 ming arzon pachka narxi. 5 ming arzon pachka narxidan bo'lyapti. Agar odam ob'yom olaman, donalikka bilinmashi mumkin, lekin donalikka normalni bilinib qoladi. Agar bu narsani bizdan olib turib 20 ming sotishsa ham bozordan 5 ming arzon sotishgan bo'ladi. To'g'rimi? 15 ming so'mga tushyapti. Bozordan 15 ming so'mga bunaqa brend sochiq ola olmaysizlar. Mana bunaqasi 10 gina qilib olay. Brend sochiq ola olmaysizlar. 15 ming so'mga bunaqangi sochiq yo'q. Vellurga xabi eslaringda qolsin. Narx zo'r. Endi vellur sochig'imiz bor. Yana bitta buni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Buni ham grami anchagina og'ir. Buni yengili ham bor. Buni yengili ham bor, lekin bu ancha qalinini ko'rsatyapman hozir. Mana. Bu vobshe qalin ekan-da. Mana bir tomoni xabi, bir tomoni vellur. Abdulbori bu
Grammi ham normalniy og'irgina ekan bu. Sardoba shuni yuqorog'i ham bor, bir dona. Buni grammini ko'raylikchi. 448, 480 grammli bo'ladi. 480 gram ekan. Mana sochiqda o'zi. Endi bu sochiq qaranglar 75 ming so'mdan bo'lsa 36 ming so'mga to'g'ri kelyapti. 36 ming so'm bir donasi. Endi bunga hozir bitta sal yuqorog'i bor, unisini ham ko'rsatamiz boshqa nimada. Uniki bundan ham arzon tushadi. Shu 30 ming atrofida tushadi. Plus minus. Hamma sochiqlarimiz bozordagi optim narxidan ham ancha arzon bo'ladi. Mana upakovkalash jarayonlari, bularni upakovkalarini tayyor qilib biz o'zimiz olib ketamiz. Chiqarib yuborishadi bizga. Upakovishni sentrimiz. Ko'p kishi so'rab turib, mana shu joyga olib kelinglar deyapti. Bu joyga ish bo'ladi, boshqa bo'ladi, begona odam kelmaydi. Bunisi mana. Xuddi shu sochiqda mana Villurga xabi. Mana 70 ga 1.40. Albatta firma Barkas. Bunimiz hozir ko'rsatamiz necha bildingga to'g'ri keladi. 30 ming so'm. Endi bori bizda bitta qopning ichida faqat mana bunaqa bo'lmaydi-ku. Bu ham aralash bo'ladi, to'g'rimi? Endi ikkalasini bitta qilamiz. 66 ming so'm. 33 mingga to'g'ri kelyapti. Endi biz ham klientlarni o'ylab turib, ko'proq qalinini tiqilmaydi, aralash qilib solinadi iloji boricha. O'shanda 31-32 ming atrofiga tushaveradi mana sochiq. Sababi mana undan sal aralash qilib solinsa, buni fasoni ko'p-ku. Misol faqat bundan olmaydi. Shu tomoni ham bor. Xullas Villur sochig'imiz 75 mingdan 1 kilosini olganingizda ham mana 100 sochiqlari 14 ming 15 mingga tushadi. Banni sochig'i mana ikkita banni sochig'i xullas 32 ming 31 ming atrofiga aylanadi. Buni sochiq ancha qalin, buni ko'rsangiz ham bilasiz, agar ishlatganlar bilishadi. Bunisi nechidir gramga shu farq qiladi xolos. Mana 30 ming so'm. Yana ko'rsatamiz. 36 ming so'm. Вообще bepul. Prosta olib foydalansa, donaga sotsa misol 45 ming sotsa, buni ham foydasi zo'r. Bir donasidan yaxshigina foyda qilaveradi. Xo'sh, o'rtoqlar aytib o'tdik, yana qaytaramiz. Villur sochiqlarimizni 1 kilosi ichki bozor 75 ming so'm. Xabi sochiqlarimizni 1 kilosi 65 ming so'mdan, вообще qalin, ko'rdilaring, bundan ham qalinlar chiqadi. Ichida Dubay sochiqlari ham bor, ko'p kishi biladi. Eksport variant sochiqlarimiz bor. Banni, sauna, yuz sochiq va qo'l sochiqlarimiz bor. Bularimizni narxi 1 kilosi 52 ming so'mdan aksiya bo'lyapti. Olib foydalanib qolinglar. Ob'yom ovlovchilar bemalol chiqinglar, yetkazib beramiz chiroyli qilib. Mana yangi mana qo'l sochiqlarimiz kelgan. Qo'l sochiqlarimiz bor, banni sochiqlarimiz bor. Mana orqada bitta ko'rsatib yuborasiz. Abdulboriy. Upakovka holatlari mana ichiga albatta gulini gulga qilib, mana shunaqa chiroyli qilib, har xil ranglardan qilib aralashtirib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Hamma viloyatlarga dastavkamiz bor. Undan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston shaharlarga ham yetkazib beryapmiz. Bu tomonimiz mana qo'l sochiq, banni sochiq, Villur sochiqlarni bir ko'rsatib beryapti, boraymi? 75 ming so'mli Villur sochiqlarimiz mana gullar o'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Bu gul juda har xil chiqadi. Mana shu yerda hozir mana shu qopni bitta qo'yibda hisoblab ko'rsak, uzog'i 31 ming 32 ming atrofida tushadi bir donasi. Xullas olib foydalangan zo'r narsa, mana ko'ringlar. Maza qilib, ham qopni ham juda kichkina katta qilmaganmiz, sababi kichkinaroq qop ikki qator qilingan. Kitobi olgan odam, hali summa katta bo'lib ketmaydi, bir qop olganingizda yaxshi narx chiqaveradi. Xo'sh, Abdulboriy, menimcha bati tugatdi-ku. Takrivalmi? Takrivallar ham chiqib qoladi, mana shunaqangi. Mana shunaqangi. Mana shu takrivalni ko'rsatib bering, Abdulboriy. Mana shunaqa takrivallar ham chiqib qoladi, mana ko'ring, ikki kishida. Bir chiqib qoladi, bu ham o'sha aytib o'tdi 52 ming so'mlikda narxida bo'ladi. Maza qilib olib foydalansanglar bo'ladi. Rahmat. Xo'sh. Mana sauna sochiq ozroq chiqar ekan. Bag'da mana xabar sochiqlarni ko'rsatib yuboring. Sklatlarni ham ko'rib olish uchun. Bag'da mana xabar sochiqlar bor. Oyoq bilan kirmasdan. Bo'ldi. Mana nima? Bo'lmasam
Avval borki, yana bir sochig'imiz bor edi. O'shani ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana mana oq sochig'imiz bor mana yerda. Nima? Kichkina sochiqcha mana 30 ga 50 ga 30 oq sochiqcha bor. Kim olaman desa aloqaga chiqaverasizlar. Bir donasi shu bu ham shunaqa 3000, 3.5 3200 atrofida tushadi. Oq sochiqda donasi. Bu ham shu 52 ming edi nimasidan. Faqat bu yerda oz qolgan. Hammasi bir xil rang, bir xil gul o'rtalamda olib birorta narsaga ishlatgani zo'r. Xo'sh. Bo'ldi bo'lmasam shu hozircha o'rtoqlar bo'lmasam hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Yangiliklarni xudo xolasa qilib boryapmiz. Mana bu yerda sochig'imiz bor, bu yerda sochig'imiz bor. Hamma joyda sochiqlar bemalol ko'rib, zakazlar beraverasizlar. Ekranda Telegram kanalimizni qo'yib qo'yamiz. Telegram nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar. 12 ta viloyatlarga dastavka bor. Arzon qilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa ishimizni boshlaymiz. Bundan bag'aga kuchliroq harakat qilamiz. Yangiliklarni guvullatyapmiz. Telegramga o'tinglar albatta. Arzon savdo, sabachka arzon savdo tagiga chiziqcha qilib 11 qilsalaring chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.